bolajonlarim, xamirlar yupqagina qisir do'mbillab chiqadigan gumma tayyorlashni o'rgataman. 1 litr 250 millilitr issiq suvga 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq o'zim ishongan pariman dro'jasi, 1,5 osh qoshiq shakar, 1,5 kilo un solib, judayam yumshoq qilib qo'lga yopishadigan xamir qilamiz. Uni o'rab oshirishga olib qo'yamiz. Qiymasiga bitta qo'yni o'pkasi, 2 yurak, 2 qora talon qaynab turgan suvga solib, o'pilari chiqqandan keyin bitta choyvali, yana toza suvga tuz solib, 15-20 minut qaynatib pishirib olamiz. Mazali bo'lishi uchun men 200 gram qo'y yog'ini ham qaynatib oldim. Hamma masalliqlarni va 3 ta piyozni go'sht qiymaligidan o'tkazib olib, 150 gram maydalangan guruchni, ta'bga ko'ra tuz, murch, paprika solib aralashtirib olamiz. Xamirdan juvalachalar yasab olib, tinganicha qiymaga shunaqa shakl berib olamiz. Chaqqon tugib olib, qizib turgan yog'da pishirib olamiz. O'zim gumba yaxshi ko'rganim uchun sizlar bilan retseptni bo'lishkim keldi. Mehnatimga bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman, bolajonlarim. Hay, mana hidlarini. Bismillah. Ustilari qizil tog', ichlari yumshoqqina, juda mazali.